Voy billa. Obbo, shu yetmay turgandi. Yangi mashinani dabdala qildingiz yoki ko'zga qarab haydab yursiz bo'lmaydimi? Kam shoshib ketayotgandim-da, uzr palakatda endi. Vahima qilma. Aka, vahima emas gap. Gay chaqiramizmi yoki tanish ustoz bozor olib boramizmi? To'xta ukam, o'zi gay paydib tashlayapsan. Hujjatlaring joyidami? Problem bormi o'zi? Gay chaqirsa uyalib qolmaysanmi? Mashina o'zim nomimda, lekin hali pul olganim yo'q. O'zingizdan so'rayapsiz. Bo'ldi, unda meni to'lamayman. Meni ham mashinamni o'zing tuzatib berasan. Problem yo'q ekan ukam. Tushunmadim. Qanaqasiga men to'lashim kerak? Orqadan urgansiz-ku, hech qanaqasiga to'lamayman. Meni qiziqtirmaydi, короче. Tovon pulni sani sug'urta kompaniyangdan olaman mashina tuzattirishga. Qanaqasiga sug'urta menga olasiz? Do'stlar, hozirgi vaziyatni o'z ko'zingiz bilan ko'rib o'tdingiz. Keling, shu vaziyatga yurist sifatida qonuniy yechim berib o'tsam. Birinchidan, bu vaziyatda Gentra avtomobilining egasi sug'urtadan pul undirish to'g'risida aytib o'tdi. Bu vaziyatda Gentra avtomobili egasi hech qanaqasiga sug'urtadan pul undira olmaydi, chunki sug'urtaning o'ziga yarasha talablari bor. Sud qarori yoki Yevroprotokol asosida aybdor ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi masala, GAI chaqirish masalasiga keladigan bo'lsak, GAI ushbu vaziyatga tashrif buyurgandan so'ng Devayda avtomobili egasi haydovchilik guvohnomasiz harakatlanganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravarida jarimaga tortiladi. Shu xolos. Qo'shimcha jarimalarsiz. Bu hozirgi kunda 1.800.000 so'm tashkil etadi. Ushbu vaziyatda Gentra avtomobili sudda aybdor deb topiladi va ikkala avtomobilning moddiy zarari bo'yniga yuklatiladi. Qo'shimchasiga davlat jarimalarini ham to'lashiga to'g'ri keladi. Xullas, boshqa o'rtmay, gay chaqiraman, siz bilan qonundan gaplashaman. Ukam to'xtang, mashina qildirib beraman. Bilasiz, qizishganda nimalar bo'lmaydi odamda. Hozirgi vaziyatlarga o'xshab ortiqcha xarajatlarga tushmaslik uchun o'z huquqingizni doim talab qiling. Bu videoni mashinasi uchun har doim ortiqcha xarajat qilib yuradigan o'rtog'imizga jo'natib qo'yamiz va foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lamiz.